xleb. Demak, yaysda degan tuxum ekanda. Yaysda xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говоришь ки? Да. Что вам надо? Яйца. Ага, жареный или вареный? Xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu. Qo'qoroqu. Paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый, строгий пaq. Он вот cho'ja. Paq. Да? Значит, яйца. Яйца. Xleb. И хлеб. Xleb. Barsik sassiq tuxumchani yedi. Ha, shepim. Barsik tuxum yedimi? Ha, yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Ha, yo'q, zerikmayapti. Endi Barsikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha, Allah aytib bir sut bermaymi? aytib ber dedim. Ha, bo'ldi, aytamiz, aytamiz. Bo'pti, qo'yib shepim. Barsikka ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi aytinglar? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. $50,000 turadi mana shu Barsik. Ha, pishak $50,000 turadimi? Mana qimmat ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishak dastavka qilishim uchun menga $10,000 berishmoqchi. $10,000? Серьезно? Pishakka $10,000 dastavka. Ha, xohlasa men buni yeymiz, ammo xohlasa bir nima bilmayman, endi majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda Barsik degan bir mazgini Barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qistab ketdi. Kimdir aytib tursin? Ertakmi, rivoyatmi? Rivoyatmi, nimadir, g'azal bo'lsa ham. Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zolishgan. Zolishga kunlardan bir kun Bir suv yo'q qo'li chaygan-ye. qo'yib ketamiz. Singilcha akalash qayerga qochyapti? Bilmayman, pishakchani olib qochib ketdi. Nima pishak olib qochadi? O'rniga 3 ta jenter olmoqchi sotib. Yo'q. Ya qo'y Barsikimni ber, Barsikingizga. Wow! Birinchi bo'lmasa o'lib ketgan qizil kitob tushadimi? O'lib ket. Nimaga qaramadingiz? Ya Barsikim? Ya omonatimi? Ha, Barsik. Endi nima qilaman? Siz siqilishingiz o'lgan yigitimni ushlayapti. Zaybinaxon ekansan borka. Sani bir yigiting o'lmasin ekan borka. Hammaga ayt yigiting o'lganligini. Pest! Ana pishagimiz Barsikmi? Ya, Barsik emas bu. Yomon mushuk ekan. Kus. Hey, mushuk. Bilasanmi nima keldi? Hayotga bo'lgan anaqa keldi. Yo'l. Bratanlar, sizlar zottor pishakka yaxshi tushunasizlar-ku. Sotamiz olmaysizlarmi? Olamiz aka, qancha deyapsiz? 50,000 deyapmiz, 35,000 ga beramiz. Beramiz aka, naq. Aka, 25,000 naq beramiz. Ikkita jentrani puli ber. Bering. Mana. Aka, izdivosiya qilmang, buni ichi bitta jo'ziga tiqib qo'ying, xo'p? $25,000 deyapman. Zottor mushuk ko'rmayapsizmi? G'alati emasmisizlar? Do'konimdagi hamma narsalar uncha chiqmaydi-ku aka. Olmaysizmi shunda? Yo'q. Aytdim men senlarga shu jentran tinchgina olish kerak edi. Mana ahvol. Men bilan maslahat qildingmi? Sen uxlab yotuvding, seni olib qochganimga shukr qil. Boy aka, bu pishak sizga yarashadi-da, turishini qarang. Nechta pul mushuging? 50,000 aka, kami bor. So'mdami? Dollarda. Turg'alay bu yerdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mana Barsik sizga topshirishimni aytganda mana topshirdim, salomon. Bu rasmda semiz edi-ku bu? Semizida endi yo'l azobi ozib ketdi-da, odam ozib ketyapti-ku. Rangi ham seriyimidi? Emas, sizga nima dedim? Yo'l azobi dedim. Stressga tushdi bu bechora. Oqarib ketdi, shunga sochlari. O'zi yaxshimish qilib? 1-2 kun boqing, o'lmasa agar yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti, kelmang. Vaqtida olib keldingiz. Xizmat qiz oling. Yo'q aka, pulingiz kerak emas. Oling yurakdan. Aka, shuni yuragingizga tiqib qo'ying. Qaytib mushuk dastavka qilganim bo'lsin. Hozir. Pishakni so'nama bo'lmasang nima qilaman degandim. Agar vaqtda olib bera olmasang, sen tilla tushadi. Yo'q, aka, menikidan tilla chiqmaydi.
Men harakat qilsam ham chiqmaydi. Endi u отравление bo'lsin chiqmasa agar. Pishak 50 ming dollar turadi. Menga qara. Pishak inson qadridan shunchalik muhimmi, ha? 50 ming dollar deb og'zingni ko'pirib gapirasan. Ayniqsa qanchadan qancha insonlar oshnaxonlikda o'lyapti. Sen pishagingni narxini aytasan? Ha? Sadqai odam ketlaring. Sanlarga inson qadridan pishak qadri muhim bo'ldimi? Yo'q. Shuncha gap, ha? Shuncha gapirdim, urding, ha? O'ldir. Shoshma. Mana o'shasan insonlardan ustun qo'ygan pishak. Bir tiyinga qimmat. Ko'chada kuchiga bo'lmayapti. Ishla. Bu pishak uchun akam o'zi yemagan tuxumlarni yedirdi. O'zi eshitmagan ertaklarni aytib berdi. Sen bo'lsa kelib xo'rlayapsan. Odamgarchilikmi shu? Aql chichma otalar so'zi. O'zing insofli bo'lib qoldingmi? Nima o'g'irlading pishakni? Kimdan so'rab o'g'irlading? Ha, qaysi vijdon bilan kelding oldinga? Nimaga kelding? Gapir. Bagajda krossovkasi qolib ketibdi. Vay bana, vay